Assalomu alaykum azizlarim. Past vibratsiyali va yuqori vibratsiyali insonlar haqida gaplashamiz. Bu shartli ravishda bo'linadi. Past va yuqori deb aslida hamma inson bir xil. Shunchaki insonlarning ichidagi uстановkalar, insonlarning ichidagi xafagarchiliklar miqdoriga qarab, bloklarning miqdoriga qarab insonlar yoki o'zlaridan juda ham chiroyli, toza, musaffo to'lqinlarni, vibratsiyalarni taratishadi. Bunday insonlarni shartli ravishda yuqori vibratsiyali insonlar deb ataymiz. Agar kimnidir ichida xafagarchiliklar ko'p bo'lsa, insonlarga nisbatan nafrat, qayg'u, negativ energiya, tushkun kayfiyat va turli xil bloklar, yechilmagan, ishlanmagan travmalar ko'p bo'ladigan bo'lsa, bunday insonlarni shartli ravishda negativ insonlar yoxud past vibratsiyali insonlar deb ataymiz. Lekin bu degani bir inson ikkinchisidan ustun degani emas. Hammamiz ham Allohning yaratgan bandalarimiz. Shunchaki insonlarga tushunarli bo'lishligi uchun shunday tarzda bo'lib olamiz. Inson ongiga tushunarli bo'lishi uchun. Past vibratsiyali insonlarni qanday qilib ajratib olishingiz mumkin boshqa insonlardan? Agar siz kimnidir oldiga borgingiz kelmasa, agar siz kimdandir juda ham qochsangiz, o'zingizni olib qochadigan bo'lsangiz, farqi yo'q. U ota-ona, aka-uka, turmush o'rtoq, farzand yoki hamkasb, kim bo'lishidan qat'iy nazar, bir insonni oldiga borgingiz kelmasa, undan o'zingizni olib qochadigan bo'lsangiz yoki uyingizga qanaqadir mehmon kelsa-yu, voy mana shu inson kelmasa edi degan fikr ichingizda o'tsa, garchi buni o'ziga ayta olmasangiz ham, ichingizda o'zingizni ozgina bo'lsa ham kimdandir tortish, orqaga tisarilish, qaysidir insonni ko'rgingiz kelmasa, undan biroz bo'lsa-da o'zingizni jiddiy bo'lsa ham tanangizni orqaga tortsangiz, demak bilingki bu insonning vibratsiyasi yo siznikidan past yoki umuman olganda siznikidan past bo'ladi. Qanday insonga tortilasiz? Sizni o'zingiz bilan vibratsiyangiz teng bo'lgan, to'lqinlaringiz teng bo'lgan yoki sizni vibratsiyangizdan uning vibratsiyasi ustunroq, yana ham tozaroq, yana ham yuqoriroq bo'lgan insonga tortilasiz. Bunday insonlarni qanday farqlab olasiz? Kimnidir ko'rgingiz kelsa, u tomonga talpinsangiz, magnitdek tortilsangiz, oldiga borgingiz kelsa, gaplashgingiz kelsa, u bilan ijtimoiy tarmoqlarda yozishgingiz kelsa, unga nisbatan iliq his-tuyg'ularingiz bo'lsa, ya'ni undan o'zingizni olib qochmasangiz, ko'cha-kuyda ko'rib qolsangiz, tezroq borib u bilan salomlashishga, ko'rishishga harakat qilsangiz yoki telefon qilsa, o'sha inson yana shu inson qilyapti demasdan, aksincha xursand bo'lib telefonni ko'tarsangiz yoki undan SMS kelganida jonimga tegib ketdi shu inson demasdan, aksincha undan kelgan SMS uchun xursand bo'lsangiz, demak bilingki bu insonning vibratsiyasi yoki sizniki bilan teng yoki siznikidan yuqori bo'ladi. Qarang, endi past vibratsiyadagi insonlar sizni unchalik yoqtirmaydigan insonlar bo'ladi. Shuning uchun ham ularga siringizni aytish mumkin bo'lmaydi. Kimdandir o'zingizni olib bo'lsangiz, kimnidir ko'rishni istamasangiz, u eng yaqin dugonangiz bo'lsa ham, u eng yaqin oila a'zolaringiz bo'lsa ham, hech qachon unga o'zingizni siringizni aytmasligingiz kerak. O'z sir boy bermasligingiz kerak bo'ladi, chunki bu inson albatta sizni orqangizdan gapirishi, ustingizdan kulishi, yomonlashi, kimgadir sizni chaqib berishi mumkin bo'ladi. Bu bitta holat. Endi yana bitta holat borki, mana kimdir sizga qarab kulib turishi, sizga o'zini yaxshi ko'rsatishi, sizga juda ham xushmuomala munosabatda bo'lishi mumkin, juda ham sizga yaxshi gapirishi, sizni yaxshi ko'raman deyishi mumkin va lekin siz undan o'zingizni olib qochasiz. Qandaydir taningiz, ruhingiz, ongingiz qandaydir tisariladi orqaga. Demak bilingki, bu aslida uni ichki vibratsiyasi past bo'ladi u insonda.
ichki vibratsiyasi pastligini siz intuitiv ravishda sezgan bo'lasiz va o'zingizni olib qochasiz u insondan. Garchi u sizga juda ham yaxshi munosabatda bo'lib turgan bo'lsa ham. Bu bitta holat bo'lsa, endi shunaqa insonlar borki, sizni jerkib tashlashi mumkin, sizga qo'pol gapirishi mumkin, qovog'ini solishi mumkin, sansirab tashlashi mumkin, lekin tanangiz, ruhingiz, qalbingiz o'sha insonga tortilaveradi. Ya'ni o'zingizni undan olib qochmaysiz. Baribir sizga yomon gapirsa ham borgingiz kelaveradi o'sha insonni oldiga. Baribir telefon qilgingiz kelaveradi, baribir ko'rishgingiz kelaveradi. Ko'proq bular ustozlar bo'ladi. Ustozlaringiz, nastavniklaringiz sizga qo'pol gapirsa ham bilinmaydi u. Xafa bo'lmaysiz ulardan. Yana yoniga borgingiz kelaveradi. Sansirab tashlasa ham, qalbingizga ozor beruvchi gaplarni gapirib tashlasa ham xafa bo'lmaysiz ulardan. Bu onangiz ham bo'lishi mumkin yoki yaqin qanaqadir dugonangiz bo'lishi mumkin. Siz unga yana tortilaverasiz yoki ustozingiz bo'lishi mumkin, unga tortilaverasiz magnit kabi. Garchi tashqaridan qarasa juda qo'pol muomala qilyapti sizga, lekin siz baribir undan o'zingizni olib qochmayapsiz-da, yana tortilaverasiz. Demak, bilingki, bunday insonni ham ichki vibratsiyasi yo sizniki bilan bir xil yoki siznikidan yuqori bo'ladi. Bunday insonlar odatda sizni o'zingizga yomon gapirgan bilan, sizni to'g'ri yo'lga solishga harakat qilgan bilan, lekin orqangizdan yomonlamaydi, ustingizdan sizni qayramaydi. Bunday insonlar odatda eng yaqin do'stlaringiz bo'lishi mumkin, yoki ustozlaringiz yoki onangiz bo'lishi mumkin, yoki g'irt yettiyot begona bo'lsa ham, ya'ni tanishgan insoningiz bo'lsa ham, u sizga qo'pol muomala qilyapti. Bu insonni birinchi marta ko'rib turibsiz, lekin undan qochmayapsiz. U qo'pol muomalasidan xafa bo'lmayapsiz. Demak, bilingki, bu insonda ham ichki vibratsiyasi, ichki to'lqini pok, yuqori vibratsiyadagi inson bo'ladi. Shuni farqlab olishingiz kerak. Endi yuqori vibratsiyali insonlar tomonga talpinishga harakat qiling, ularning davrasida bo'ling, ular bilan suhbatlashing. Agar past vibratsiyali insonlarda sezadigan bo'lsangiz, ularni ko'ngliga ozor bermasdan, xafa qilmasdan, sekin astalik bilan o'zingizni ulardan olib qochsangiz bo'ladi. Agar u do'stlaringiz, dugonalaringiz bo'lsa, ulardan umuman aloqani ular bilan uzish tavsiya qilinadi odatda. Gaplashmaslik, telefonda gaplarga bormaslik, o'tirishlarga bormaslik ular bilan tavsiya qilinadi. Lekin agar unday insonlar oila a'zolaringiz bo'lsa, ulardan qochib keta olmaysiz, qochish mumkin emas. Ulardan o'zingiz olib qochish ham mumkin emas, lekin baribir qalbingiz olib qochadi o'zini ulardan. Yuragingiz, qalbingiz, ruhingiz o'zini tortib turadi. Tanangiz ham bunday ular ko'rganda bunday bir seskanib ketadi, bunday cho'chib ketadi, bunday qochgingiz kelib turadi yoki shunaqa oila a'zoyingiz biron joyga sayohatga ketsa yoki ish bilan ko'chaga chiqib ketsa, o'zingizni yengil his qilishni boshlaysiz. Uyda yo'q shu inson, Xudoga shukr, sal erkin nafas olaman deyishingiz mumkin. Masalan, qattiq qo'l otalar bo'ladi-yu. Bolalar shu otalar ketganda, voy Xudoga shukr, dadam yo'q, mazza qilib erkinman bugun. Voy Xudoga shukr, dadam komandirovkaga ketdi, mazza qilib erkin bo'laman deydigan holat bo'ladi. Bunday insonlardan o'zingizni qanday qilib himoya qilishingiz mumkin? Ularni negativ ta'siriga berilmaslikka, tushib qolmaslikka harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Ularga sir boy bermaysiz. Ular o'zingizning sirlaringizni aytmaysiz. Aytish mumkin emas, chunki yo ulardan yaxshigina tanqid eshitib olasiz yoki agar siz ularga orzu maqsadlaringizni aytadigan bo'lsangiz, energiyangizni pastga tushirib yuborishadi. Ya'ni qilma, o'xshamaydi, baribir qo'lingdan kelmaydi deb sizni haqorat qilishlari yoki sizga demotivatsiya bo'lishlari mumkin-da. Odatda bunday insonlarga oldin maqsadingizni qilib, ko'rsatib, amalga oshirib bo'lgandan keyin mana dada yoki mana aya, men qildim yoki mana aka, men mana bu muvaffaqiyatga erishdim deb turib aytasiz unga. Ya'ni qilib bo'lganingizdan keyin ko'rsatib bersangiz bo'ladi. Oldindan maqsadlaringizni ularga aytsangiz yoki rejalaringizni ularga aytadigan bo'lsangiz, past vibratsiyali insonlar hech qachon sizga yasha, zo'r qilyapsan, to'g'ri qilyapsan, qo'lingdan keladi deb aytmaydi. Aksincha, sizni hamma xohish istaklaringizni pastga tushirib olishga harakat qiladi.
chunki ular sezadi intuitiv ravishda, ulardan sizni vibratsiyangiz yuqoriligini sezadi va buni natijasida ular sizni pastga olib tushib o'zini vibratsiyasi bilan bir xil qilib olmoqchi bo'ladi, ya'ni o'zini darajasiga olib tushib olmoqchi bo'ladi. Past vibratsiyali insonlar, bularda og'riqlari juda ham ko'p, insonlarga nisbatan nafratlari ko'p bo'lgan insonlar, ular ko'pincha bir-biri o'zini boshqa insonlarga solishtiradi va qalblarida og'riq bo'ladi. Nimaga u mendan baxtli, nimaga u mendan chiroyli, nimaga u mendan omadli, nimaga uni puli ko'p. Qanday qilib past vibratsiyali insonlar bilan birga ahil-inoq, urush janjallariga kirib ketmasdan yashashingiz mumkin. Bunday insonlarda tan olinish istagi juda kuchli bo'ladi. Ularda samotyonkasi past bo'ladi. Boshqa insonlarni pastlatish evaziga o'zlarining samotyonkalarini ko'tarib olmoqchi bo'lishadi. Shuning uchun orqangizdan g'iybat qilishadi. U yomon, men yaxshiman deb sizni hisobingizdan o'zlarini samotyonkalarini ko'tarib olishmoqchi bo'lishadi. Bunday insonlarni faqat ularni maqtash orqali ular bilan birga tinch totuv, ahil-inoq yashashingiz mumkin bitta uyda. Ular maqtovga juda ham zor bo'ladi, maqtovga juda ham o'ch bo'ladi, shirin so'zga, sevgiga, e'tiborga, shu ularga sevgi, muhabbat yetishmasligi natijasida ular sizni e'tiboringizni qozonish uchun sizni tanqid qilishadi, sizni yerga urishadi. Maqsad sevgi olish, e'tibor olish sizdan. Ularga farqi yo'q, sevgini, muhabbatni pozitiv yo'l bilan olinadimi, negativ yo'l bilan olinadimi, farqi yo'q. Ular bu kimnidir e'tiborini olsa, e'tiborini o'zlariga tortsa va uni energiyasi bilan to'yinsa bo'ldi. Shuning uchun ham ular janjal kovlashni yaxshi ko'rishadi, ayb topishni, ayb qidirishni yaxshi ko'rishadi. Buni hammasi sevgi, muhabbat yetishmasligi, samotyonika pastligiga borib taqaladi. Ular o'zini zo'r ekanligini bilmaydi. Ular boshqalarni o'zlaridan ustun, mendan ko'ra baxtli, mendan zo'r, mendan chiroyli deb o'ylashadi va buning uchun hayotdan juda ham xafa bo'lishadi. Nimaga Alloh menga bunaqa chiroy bermagan, nimaga Alloh menga bunaqa omad bermagan, nimaga bunaqa turmush o'rtog'i bermagan menga deb boshqalar o'zlarini ichkaridan pastlatishadi, og'riqlari kuchayib ketadi va mana shu og'riqni bosish maqsadida janjallar kovlab, kimgadir qayrab, kimnidir yomonlab, pastlatib, aybini qidirib, tirnog'ini ostidan kimgadir uni yomonligini isbotlab, o'zlarini yaxshi ekanliklarini isbotlab olishmoqchi bo'lishadi va tabiiyki sizga shuncha yomonlik qilgan odamga yaxshi gapirgingiz kelmaydi, uni maqtagingiz kelmaydi. Lekin agar siz bu insonni maqtashni bilmasangiz, qabul qilishni, tan olishni bilmasangiz, unga sevgi berishni bilmasangiz, bitta uyda u bilan yasholmaysiz. Ajrashishingizga to'g'ri keladi yoki boshqa uyga ko'chib ketishingizga to'g'ri keladi. Lekin hozir sizda boshqa uyga ko'chib ketish imkoniyati yo'qmi? Ajrashishni istamaysizmi? Oilangiz bilan baxtli bo'lishni xohlaysizmi? Demak, bu inson bilan kelishib yashashga to'g'ri keladi. Kelishish qanaqa? Kelishish bu insonni maqtash, bu insonni qabul qilish, bu insonni tan olish, unga sevgi berish. Garchi u sizga ming sevgi bersangiz ham, sovg'a bersangiz ham, baribir sizni yomon ko'rgan inson, past vibratsiyali inson baribir orqangizdan yomonlik qilaveradi. Siz yana yaxshilik qilaverasiz, yana yomonlik qilaveradi. Oxiri siz charchab ketib, unga yaxshilik qilishdan to'xtab qolishingiz mumkin-da. Shunaqa bo'lmasligi uchun yaxshilikni faqat Alloh roziligi uchun qilasiz. Bu inson meni yaxshi ko'rib qoladi, bir kun kelib, agar yaxshilik qilaversam, bir kun kelib u yaxshilikdan uchun aytadi va meni yaxshi ko'rib qoladi degan narsani olib tashlashingiz kerak. Bu inson hech qachon meni yaxshi ko'rmaydi deb qabul qilishingiz kerak, tan olishingiz kerak. Bu inson meni hech qachon yaxshi ko'rib qolmaydi. Bu inson meni hech qachon tan olmaydi. Men faqat yaxshilik qilsam ham Allohning roziligi uchun bu insonga yaxshilik qilyapman. Alloh roziligi uchun deysiz. Ya'ni men shu uyda tinch totuv yashashim uchun yaxshilik qilyapman. Allohning roziligiga erishish uchun yaxshilik qilyapman deysiz. Muammo nimada bo'ladi? Muammo sizga shuncha yomonlik qilgan odamga siz yaxshilik qilgingiz kelmay qolishida, yaxshi gapirgingiz, uni maqtagingiz kelmay qolishida bo'ladi. Yillar davomida agar men yaxshi gapirsam, u ham menga yaxshi munosabatda bo'lib qoladi. Agar men unga sovg'alar bersam, u ham bir kun kelib meni yaxshi ko'rib qoladi. Agar men unga ko'p yaxshiliklar, ezgu ishlar qilaversam, bir kun kelib u ham menga yaxshiliklarimga yaxshilik qilib qaytaradi degan uстановkalar bular aslida. Hatto uстановkalar, bular illyuziya. Past vibratsiyali inson hech qachon sizni yaxshi ko'rib qolmaydi. Past vibratsiyali inson hech qachon sizni yomonlashdan to'xtab qolmaydi. Sizga hasad qilishdan to'xtab qolmaydi.
Shuning uchun ham ularni boricha qabul qilasiz, boricha sevishni o'rganasiz. Agar boricha qabul qilolmay turganingizni sezsangiz, sevolmay turganligingizni bilsangiz, unaqada uстановкаларingizni albatta yechishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun как раз biz hozir sehrdan himoyalanish va sehrdan xalos bo'lish degan kurs tashkil qilganmiz. Bunda insonlarni shartsiz sevishdan to'sib turuvchi uстановкаларni yechish degan alohida inshaalloh darsligimiz bo'ladi. Keyin bu yoqda biz kechirim mashqlari ustida ishlaymiz, kechirim praktikalarni qilamiz va hayotimiz uchun mas'uliyatni o'zimizni qo'limizga olish degan darslarimiz bor. Inshaalloh mana shu darslarda siz hayotingiz uchun mas'uliyatni past vibratsiyali insonlarga bermasdan, hayotingiz uchun mas'uliyatni o'zingizga olishni o'rganasiz va ularni sizni yomon ko'rishlarini qabul qilasiz, ruxsat berasiz, sizni yomon ko'rishlariga ruxsat berasiz, sizni orqangizdan gapirishlariga qanchalik og'ir bo'lsa ham va yaxshilik qilganingizda undan qaytmasligini bilib turib yaxshilik qilishni, faqat Alloh roziligi uchun yaxshilik qilishni o'rganasiz inshaalloh. Va o'sha insonga nisbatan qalbingizdagi xafagarchiliklarni transformatsiya qilasiz, ya'ni chiqarib tashlaysiz va natijada nima bo'ladi? Natijada siz u insonni maqtay olasiz. U insonni agar maqtashni o'rganib olsangiz, maqtashni bilib olsangiz, u insonni sirrini qalbiga yo'l topolgan bo'lasiz. Ya'ni bunday insonlar maqtovga juda ham o'ch bo'ladi, juda ham yaxshi gapga o'ch bo'ladi. Agar misol uchun sizni turmush o'rtog'i shunaqangi past vibratsiyali negativ inson bo'ladigan bo'lsa, siz uni maqtash orqali o'zingizni misol uchun aytgan narsalaringizni qildirib olishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun siz juda ham yaxshi insonsiz, menga mana buni qilib bering yoki tez uni maqtab turib, keyin o'zingizni xohish istaklaringizni aytsangiz, u inson yo'q demaydi. Chunki keyin bitta yaxshilik qilib qo'ysa ham, rosa maqtasangiz, Alloh rozi bo'lsin sizdan, faqat chin yurakdan maqtash kerak-da. O'z manfaatingiz uchun emas, o'z manfaatingiz uchun emas, uni qalbidagi og'riqlari borligini his qilib, rostdan ham uni travmalari borligini his qilib, unga hamdardlik bilan chin yurakdan maqtasangiz, va rahmat, shunaqa yaxshi ishlar qildingiz, misol uchun ovqatingiz zo'r chiqibdi, rahmat sizga, Alloh rozi bo'lsin, mana shunaqa deb chin yurakdan u insonni maqtaydigan bo'lsangiz, u inson sizga jonini berib yuboradi. U inson yana ham yaxshiroq ovqat qilib berishga, yana ham shirinroq qilib ovqat qilib berishga harakat qiladi. Nimaga? Chunki maqtov eshitishni yana xohlaydi-da. Shu orqali o'zini o'zi tan oladi. Faqat kimdir uni maqtaganida o'zini samatyenkasi ko'tariladi, o'zini seva oladi, o'zini qabul qila oladi-da. Yuqori vibratsiyadagi insonlarni maqtovlar bilan ishlata olmaysiz. Maqtovlar orqali ishlata olmaysiz, chunki ularga kompliment qilsangiz ham, ularga yaxshi ekanliklarini aytsangiz ham, o'zlari shuni ham bilishadi, unda rahmat deb kulib qo'ya qolishadi xolos. Ya'ni ular sizni maqtovingizdan motivatsiya olib, ruhlanib, hamma ishni qilib tashlashmaydi. Chunki ularda o'z samatyenkalari normada bo'ladi. Ularda vibratsiyasi o'zi yuqori, o'zlarini qadr qiymatlarini yaxshi bilishadi, o'zlarini zo'r ekanliklarini shundoq ham yaxshi bilishadi-da. Ularni maqtov bilan ishlata olmaysiz. Past vibratsiyali insonlarni maqtov bilan zo'r chiqishib olishingiz mumkin ular bilan. Faqat bu yoqda hushyor bo'lasiz, ularga sir aytish mumkin emas, chunki bitta siringizni aytdingizmi, bo'ldi, обязательно boshqalarga yetkaziladi-da. Agar qochib ketish iloji bo'lmasa, past vibratsiyali insondan faqat maqtash, faqat ularni tan olish, faqat ularga yaxshi gapirish, patxalimlik qilish, komplimentlar qilish orqali siz bir uyda tinch totuv, janjallarsiz yashay olasiz va u inson sizga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan zarar dozasini minimalizatsiya holatiga keltirasiz. Baribir zarar yetkazadi sizga u inson, baribir sizni yomon ko'radi, chunki baribir sizni orqangizdan ish qiladi. Hatto siz uni maqtaganingizda, uni tan olganingizda, unga sevgi, muhabbat berganingizda, uni zarari sizga minimal miqdorda tegadi. Ya'ni ancha minimalizatsiya holatiga olib kelasizda. Umuman maqtamaganingizdan,
undan o'zingiz olib qochib unga qo'pol gapirib u bilan janjallashadigan bo'lsangiz, naborat vaziyat yomonlashib ketadi, chigallashib ketadi. Uni sizga yetkazadigan zararini miqdori oshib ketadi. Siz uni tan olib, sevgi berib, chin yurakdan maqtab, biron nima so'rasangiz, darrov siz uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi. Aytganingizni qiladi, jonini fido qilib yuboradi, sizga yordam beradi qo'lidan kelgancha yordam beradi. Hamma aytganingizni qiladida. Faqat bu degani endi u menga do'st ekan, u meni aytganimni qilyapti, men uni maqtayapman, biz munosabatlarimiz yaxshilandi deb bunga ishonib qolib, unga sirlarni aytib qo'ymaslik. Chunki siringizni aytdingizmi, bitta xatoyingizni topdimi, baribir bunday inson sizni yomonlaydi, kimgadir xatoyingizdan foydalanadi, chaqimchilik qiladi, xatoyingizdan foydalanadi baribir. Buni ham qabul qilishingiz kerak. Buni ham qabul qilib turib, uni shunaqa ekanligini bilib turib, uni boricha sevib, boricha xafa bo'lsangiz tez-tez kechirim mashqlarini qilib turasiz. Juda o'zingiz mustaqil ishlamasangiz, albatta psixologga borishingiz kerak. Chunki bu yerda Karpman uchburchagi degan narsa bor-da. Past vibratsiyali insonlar bilan birga yashasangiz, ular bilan треугольникка kirib qolasiz. Треугольник Karpman uchburchagi. Bunda 3 ta inson bo'ladi rolda. Bittasi преследователь, ya'ni zolim, ikkinchisi qurbon, ya'ni жертва va uchinchisi spasатель, ya'ni qutqaruvchi. 3 kishi mana shu kurukda aylanib yuraveradi. Bittasi bir kun qurbon bo'lsa, bir kun zolim, bir kun qutqaruvchi bo'ladi-da. Aynan mana shu треугольникdan chiqib ketish uchun обязательно psixologga murojaat qilib, uni o'rganishingiz kerak. Bir haftalik konsultatsiyalarda треугольникlarni o'rgatamiz va треугольникdan chiqib ketishni o'rgatamiz. Bu juda qiyinroq. 144 ta transformatsiya bitta o'tirishda degani. Bu taraflari ham bor. Ya'ni bunaqa insonlar bilan yashamoqchi bo'lsangiz, bitta uyda doim o'zingiz ustida ishlab yurishingiz kerak, psixologga borishingiz kerak, kurslarda qatnashishingiz kerak, o'zingiz pozitivga olib chiqishni bilishingiz kerak, negativlardan o'zingiz tozalab turishni bilishingiz kerak. Uni o'sha insonni negativ ta'siriga tushib qolmaslikni bilishingiz kerak. Men uchun ichki kuchingiz yuqori bo'lishi kerak, ichki potensial. O'zingizni qo'llab-quvvatlash, o'zingizni ichki kuchingiz ustida ishlashingiz kerak. Janjallasha olish qobiliyatingizni rivojlantirishingiz kerak. Bunday insonlar konfliktga sizni tortadi-da, konflikt janjalga tortadi sizni. Mana shu paytda siz qo'rqmasligingiz kerak va bemalol janjallashish san'atini egallashingiz kerak. Ya'ni bu inson motivator, sizni motivatoringiz, sizni o'stirib beradi, sizni qanaqadir buyuk darajalarga chiqarib beradi. Siz o'zingiz ustingizga ishlashga, psixologga borishingizga, bloklaringizni yechishga undab beradi. Sizni hayotingizdagi eng asosiy, eng kuchli motivatoringiz mana shu inson hisoblanadi. Sizga u zulm qiladi. Siz bu zulmdan chiqib ketish yo'llarini qidirasiz. Buni natijasida psixologga borasiz, ongli ostingiz bilan ishlaysiz, ruhiyatingiz bilan ishlaysiz va natijada boshqa etapga chiqasiz, boshqa pog'onaga ko'tarilasiz. Xullas kalom, past vibratsiyali insonlarda ishi biroz og'ir. Agar bunday inson sizni oila a'zoyingiz bo'lsa, tiem bo'ling. Buning uchun butun umr bu inson bilan birga baxtli yashamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingiz ustingizda ishlab yurish tavsiya etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.